Hey yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan Bek so'zi do'stlar, bu videom sizlar bilan birgalikda car parking o'yinida do'stlar, Majorkada va Palsiskilar qo'llashmachoq bo'ladi. Bizlar bilan 3 ta qochadigan va 3 ta quvadigan odam bor do'stlar. Xo'sh, tanishtirib o'taman do'stlar. Birinchi o'rinda o'zim, keyin Yunusov, keyin Asko, keyin Azod, to'g'ri o'qidimmi? Ayzod, keyin Mbappé 16 Vik, Sabrina Nerkun do'stlar. Xo'sh, Mbappé mani mashinamga o'tirib oling, Mbappéga xalaqit bermaylik bularga. Men bilan Mbappéga qochmaymiz ham, quvmaymiz ham, biz nablюдательmiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, o'yin qoidalari mana bunaqa. 3 kishi quvadi, 3 kishi 3 ta odamni 3 martadan shtraf qilsa quvadigan komanda yutadi. Shu bilan 30 ming so'm nima yutuq puli bor do'stlar. To есть, nima deydi? Kam summa bo'lsa ham o'sha 3 ta odamga bo'lib beriladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, qani unda boshlaymiz. Men tashagan marshrut bo'yicha boshlaylar. 1 minut. Xo'sh do'stlar, mana ketdi do'stlar, quvlashmachoq. Do'stlar. Voy, men mashinam 300 xapalar yo'qolgandan keyin do'stlar, mashinalar torchib shu o'zgarib qoldi do'stlar. Hamma kuchi teng endi do'stlar, hech qanaqa keyin migalkani yoqib qolish kerak rostdan ham, esinglardan chiqmasin. Xo'sh do'stlar, mana qochadiganlar qochib ketdi o'zi do'stlar. Hali hech kim shtraf qila olgani yo'q. Tak. Bekda. Oh. Ben ona qochursak bilan, o'sha mashrut bilan ketursa bilan. Ha, qochaveringlar. Bo'ldi, tamam. Tak do'stlar, biz mana ozgina kutib turamiz. Ular yetib olsin do'stlar. Mana kimdir gazlab ketdi. M5 da kim? Hoppa. Kim edi? Geligida Sabrina. Sabrina bittasi orqasidan ketdi. M5 dagi Asko, M5 da Asko ekan. Asko unday fora berib turing, salgina qochib ketmang. Tak do'stlar, qolganlar qani? Qolganlar. Xo'sh do'stlar, keyin oxirida Telegramda skrinshotlarni kutib qolaman o'sha 3 martadan va shtraf qilganini. Agar hamma bir-birini 3 martadan shtraf qilsa, to есть milsalar yutadi xullas do'stlar. Prizda milsalar beramiz do'stlar. Xo'sh, qani ketdik. Ikkita milsa o'sha oldinga o'tib ketdi, bitta milsa orqada qolib ketganlarga gazim beryapti. Tak do'stlar, car parking ancha o'zgarib ketdi do'stlar, rivojlanib ketdi. Sabrina kimdir shtraf qilishga ketyapti. Mana kim? Yunusov 210 da gazlab ketyapti do'stlar, YPX Palsiski migalkalar bilan. Asko gazlab bu shaharga boray deb qoldi. 172 dan oshmayapti. Va kuchaytirib kirish kerak edi. Bekda bittani aytayim. Xo'sh. Mana nima? Milisa orqasidan qolmayman-da, просто. O'chib ketmayman. O'chib ketsam yomon bo'lar. Arkasından gidiyorum ben. Подписчикlarning kallasi ham oshlaydi do'stlar, ko'rib turganinglardek. Xo'sh do'stlar, ozgina ularni kutamiz. Oldinda faqat Asko qoldi. Qarang do'stlar, вообще car parking o'zgarib ketdi do'stlar. Tezliklar oshib bitta shtraf banda. Bitta shtraf bo'ldingizmi? Ha, ayol bitta shtraf deb yozbang. Sabrina urib ketdi. Kimdir Malibuda gazlab o'tib ketdi. Orqada kim qoldi? 3 kishi kelyapti orqadan. Oldinda Asko. Tak do'stlar, 9 tadan bitta shtrafimiz bor bizani. To есть milsalarni do'stlar. Qanaqada Asko hali yetib bormadi, gap yo'q, fora berib o'ynayapti mujik. Tak do'stlar, bizning orqamizdan kimdir keldi. M5 da gazlab o'tib ketdi do'stlar, kimdir. Tak. Bekda migalka yo'qolgan? Yo'q, men o'ynamayapman-ku. Xo'sh do'stlar, shtraf aytdi. Tak, zaps ketyapti do'stlar, zaps ketyapti, hammasi yaxshi. Do'stlar, car parking обновленияsiga lekin вообще zo'r bo'ldi do'stlar. Endi xudo xolasa videolarni chiqarishdan to'xtatmaymiz. 4 martalar shtraf yozdi. Lekin meni shtraf qilganinglar o'tmaydi do'stlar, bu ham esinglardan chiqmasin. Men bitta shtraf, 3 ta shtraf banda.
Askoda 2'ta, 3'ta shtraf sizda? Da, manda bo'ldi. 3'ta shtraf. Короче, Askada 2'ta, общий 5'ta bo'ldi do'stlar. Yana 4'ta shtraf bo'lsa, politsiyskilar yutadi do'stlar. Xo'sh, yana 4'ta shtraf qoldi deb yozib qo'yamiz chatga. Do'stlar, xullas bizani nimamiz, metkamiz tanishtirish ismi chiqib ketibdi. Xullas, mana bunday kelgandan keyin mana yoqdan bir kuruk aylanib kelib, mana bunday aylanib, mana yoqda to'q yig'ilish kerak do'stlar. Qochadigan odamlar 3 ta shtrafsiz. Keyin 3 ta shtraf olgan bo'lsanglar, sekin orqadan kelaveringlar do'stlar, bilan xalas berib qo'ymanglar. Xo'sh do'stlar, mana politsiyskilar bilan ketyapman do'stlar. Xo'sh. Yomon shu streytni tanlayman. Askoda 2 ta shtraf va nimaga City bir gap kelib qoldi do'stlar. Xo'sh, bir kurg aylansa endi Asko tamom do'stlar yutadi. Asko 2 ta shtraf bilan boradi. Endi qolganlar 3 tadan ko'p shtraf olmasa, menimcha qochadiganlar yutyapti do'stlar. Xo'sh do'stlar, qani kimdir men qaytib ketyapman va tak do'stlar. Keyin sizlar videoga qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram kanaliga qo'shilib qo'yinglar. Bu obunachilarni ham Telegram kanalidan saralab oldik. Xo'sh do'stlar, Telegram kanalida linki videoning ostida bo'ladi do'stlar. Xo'sh. Hech kim hech qanaqa qoidani buzmayapti. Men aytgan marshrutda ketyapti. Asko malades. Yunusov Askoni jazolashga ketyapti. Militsiyalar sizlar yo'lda to'ssanglar bo'ladi. Qochuvchilar men aytgan marshrutda, militsiyalar xohlagan marshrutdan yursa bo'ladi. Tak do'stlar, mana Yunusov mana yoqdan yo'lni to'sishga ketdi do'stlar, ko'rib turganlaringdek. Xo'sh, mana ketdim o'sha joydan. Xo'sh. Yunusov gap yo'qlagan do'stlar. Kimdir Malibuda. Aha. Yunusov orqaga nima qaytyapti? Yunusov bu yoqdan yo'lni to'smoqchi do'stlar. Mana yoqqa politsiyga kelish kerak. Qolganlar mana yoqda tiqilib qoldi do'stlar. Mana yana bitta politsiyskiy, menimcha Sabrina bo'lsa kerak. Bu yoqda kimdir qolib ketdi. 1 2 3 3 ta kishi. Haydaylar. Haydasi ishtirok qiladi. Ya, haydaylar, endi ishtirok qilmaydigan qilib haydasanglar qanday bo'ladi? Bekista 80 dan oshmayapman. Krisalarni qaranglar do'stlar. Limit 80 da turibdi-da. Ya, unday qilmanglar, haydaylar. Asko. Bekista bir kuruk aylanish kerak-da. Ha, o'sha Telegram kanalda, Telegram gruppaga tashladim rasmini. Do'stlar, politsiyskiy uchastka. Sabrina arqamdan yomib o'ylabdi. Nechta? Asko o'sha bitta kuruk qildi pashti, kuruk qilib даже mana o'tib ham ketib qoldi. Bu yoqda kimdir seriya mashinada qochib kelyapti. Orqasidan 80 tezlikka limit qo'yib qo'ygan do'stlar, krisalarni qaranglar. To'g'ri, 80. Qaranglar. Yo'l yo'q ekan. Yo'l bo'lish kerak. Xo'sh do'stlar. Yo'l yo'q bo'lsa do'stlar. O'zi ham do'stlar. Option ishda shtraf bo'ldi hozir. Menda bitta yana Sabrina bo'yna urib yordi. 3 ta, 6 ta bo'ldimi option? Da, 6 ta. Option 6 ta bo'ldi.
soatida? 9 ta. O 3 bitmanchi. Xo'sh do'stlar, men oldimga ketyapti. YPXlarga farqi yo'q do'stlar. Xohlagan joydan xohlagancha to'sishi mumkin. Yunusov Asko orqasidan quvlab ketyapti. Ha, Yunusov deydi Asko. Tak. Asko ozgina qoldi do'stlar. Beni burilayotgan joyi yo'q-ku. Asko ham siz taktikangizga o'tib olib 60 yilda yuryapti. Men 80 yarimman. Sal insof bersin-da. Qaranglar do'stlar. Geniy bular. Xo'sh Men do'stlar. jahonman. Asko birinchi o'rinda yetib keldi. Birinchilardan bo'lib yetib keldi do'stlar. Ko'rib turganinglardek, Askoning orqasidan 16 VX. Endi tez yurmoqchi edim. Asko boricha izdivatsiya qilyapti, lekin YPXlar ustidan do'stlar. Qo'lidan kelgancha. Xo'sh do'stlar. Bu yoqda kim? Bu yoqda Men. Ayzot bir kurik qilgani ketdi orqasidan. 60 tezlikda ketyapti. Krizalarni qaranglar do'stlar. Şeyden bir kırık kız geçiyorsan ben al. Yo, men tashlagandan qilib kelish kerak. Az bir unutursan. On kara. 2 oyun çıkılarsın karavana. Katta kurucu geldi. Ben. Xo'sh. Oy yo'q o'tib qol. Buni bu tomonda o'ylamay videoni boshlab yuboribmiz do'stlar. Hozir ko'rib turganinglardek, balla 60 tezlikda kelyapti. Shtrafqa bo'lmaydigan tezlik. Aslında 5 tamamını kısır bilastı. Olmuş tezlikte yürüyenler her bir numaraya 2000 lastı. Yep. Buncha emasdi. Tak do'stlar. Yunusov so'kinmang. Xo'sh do'stlar, kim yetib keldi? Ayzot bilan Asko yetib keldi. Bitta kishxonada kelyapti, qora mashinada. Yana kim qoldi o'zi? Asko, Nerkun kelyapti do'stlar endi orqadan. 5'te Oh, savolim borda. nima qilib o'tiribsiz savolingiz bo'lsa gapir. Aha. Nima videolar kam chiqdi bu safar? Nasibeni chiqarmi yana? Chiqadi. Ben bir kurup 45'e gittim. Unda limit qo'yib qo'ymangda, o'zingiz haydangda. Ha, böyle bostum bunu. Bir panik geldi bence. Xo'sh do'stlar, bizada Mbappe aka o'yinchi emas. Mbappe aka xalaqit bermang. Mbappe aka shtraf qilib tashlaysiz ham sizga ham hisobga o'tib ketib qoladi. Tak do'stlar, mana yerda faqatgina bitta Asko haqqoniy keldi do'stlar. Asko 3 marta shtrafga tushdi. 3 tadan 3 ta shtrafga tushdi do'stlar. Keyin nima edi? Ayzot ham 3 tadan 3 ta shtrafga tushdi. Asko 2 ta, Ayzot 4 ta. 6 ta bo'ldi olib do'stlar hozir. Keyingi ishtirokchimizning ismlari do'stlar, hozir shunda qolgan ishtirokchilarimiz, ya'ni Ayzot bilan Nerkunni 3 marta ishtirok qilsa yutadi. Bosinglar gazni buni suzrali yurmanglar. İşte böyle iştirafaki.
6 ta bo'ldi. 6 ta 7 ta bo'ldi. Men qo'shib qo'ydim yana. 7 ta bo'ldi. Men faqat zararga ishlatgan ekanman, ha. Yana 2 ta qoldi deymiz. Asko gap yo'q, mujik normal. Chotga haydab qo'ydi do'stlar. Tak, yana 2 tagina qoldi do'stlar, politsiyskilar nima qilish uchun. Bitta. Yana tushchizmi? Bilmayman, arqamdagi urishibdi. 80 dan oshmayapman. Men ashuni yuraman, 80 dan oshmay. Tak, imtihon aka, ko'rdingmi orqangizdan bittasi kutiga o'tirdi, qachon yurasiz deb. Net vahshiy ishlayapti. Tak, do'stlar, bizda 2 ta Ayzot orqasidan 2 ta kishi ketyapti. Bitta kishi kuruk qilishga ketyapti. Nerkun yutdi. Obshi 7 ta ishtirok bo'lib turibdi hozir. O'tib ketdik. Ko'prikni ustidamizlar, voy billahi. Men ko'prik ustidan yurib qolibman. 8 ta bo'libdi. Obshi 8 ta bo'ldi. Yana bitta ishtirok qoldi do'stlar. Yana bitta ishtirok va polis. Yana tushdingizmi? Yo. Tushgan. Yunusov olmabsiz. Tak, do'stlar, MBPniki o'ziz haydangda biz mashina ko'ta bir neto yuribdi-da. O'ziz haydang boyagi politsiyskilar oldiga. Voy bilash. MBPniki ham haydang, MBPniki o'zizga haydang. Voy bilash. O'zimnikini aytaymi? Bo'ldi endi haydang, любой. Voy bilash, muharrir. Nima bo'ldi? Mashina kelisholmay yotibmiz. Malibudagi brat, qora Mercedes o'tirmang. Tak, do'stlar, Qo'chila. Sabrina. hali Nerkun nima bo'ldi? Men keldim. Nerkun o'zi bitta kuruk qilib keldimi hozir? Men qilib keldim. Ayzot. Nerkunchi? Bilaman. Xo'sh do'stlar, Nerkun qoidalar qaragani ham yo'q, o'zim pakayf yuribdi do'stlar. Xo'sh. Yunusov, skrinshotlarni tashlab bersangiz, prezident kelishib olamiz hozir gruppada. Xo'sh do'stlar, hamma politsiya uchastkaga kelsin. Xayrlashib olaylik. Men oldida o'tiribman. Menimcha. Xo'sh do'stlar, ko'rib turganinglardek bugun videom shulardan iborat edi. Ko'rib turganinglardek bugun 3 ta politsiysk hamda 3 ta o'yinchi qo'llashmoqchi bo'ldi. Videoga qatnashgan Yunusov, Asko, Ayzot, MBPniki, 16 Sabrina, Nerkunga kattakon rahmat do'stlar. Sizlar videoga qatnashmoqchi bo'lsangiz Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr.